Mana 3 ta energetik yangi 18 plus. Har kuni 3 tadan energetik ichib video qo'yib boraman. 100 kun davomida boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Bittasi o'ldi. Buni zarari bor. Bitta yomon zarari bor, ehtiyot bo'lish kerak. Buni zarari, asosiy eng katta zarari moment odam siyishini qisqartiradi, siyishga to'g'ri keladi. Shuning uchun tualetga yaqinroq joyda turibman. Hozir ichi bo'lib baq videoni to'xtatib yugurib borib siyib kelaman. Bismillahirrohmanirrohim. Xudoga shukr. İkincisi öldü. Öyle o'zi ichib turaman, energetik ko'p ichaman, haddan tashqari ko'p ichaman, lekin sirazi birdaniga 3 ta ichmas edimda, qorinni ona действительно ishirib borar ekan. Xudoga